ozgina qoldi. Shu nasib bo'lsa ertaga shu g'alabani nishonlaymiz. Lekin bugungi jang, birgalikda bugungi jang sizningcha sal endi Hero bo'ldi, chunki raqibini ko'ryapsiz, qanaqa boks qilmasdan juda ham kelib yopishib, noqulay raqib. O'shanga yarasha 1-2 raund yaxshigina urib oldik deb o'ylayman. 3-raund sal qiyin bo'ldi bizga, tan olish kerak. Lekin Allohga shukr, o'tib oldik bundan ham. 3-raundda siz faqatgina uni zarbalarga qarshi. Men faqat kutib olishim kerak edi. Afsuski kalla bilan kevaverib 1-2-3-4 marta kalla urgandan keyin o'zi undan ko'ra blokda turib ishlaganimni yaxshi dedim. Chunki qancha qochsam kallasi bilan kirib necha marta birinchi raunddan boshlab shu 4-5 marta kalla yedi, tegdi menga. Va o'shandan keyin 3-raund o'yladim. O'zim qilaman deb baribir o'sha kallasini boks qilmadi xullas. Nima qanaqa boks